Dadangizga nimangizni beryapsiz? Jigarimni. Qo'rqmayapsizmi? Qo'rqyapman. Nimadan qo'rqyapsiz? Boshqa imkonimiz yo'q. Do'stlar, ukamiz 18 yoshdalar. Hali hayotda hech narsani ko'rgani yo'q. Lekin o'z otalari uchun jigarini beryapti. Biz shu Allohning berganini beraylik. Ihsoningiz bormi? 100 ming, 50 ming so'm zakotingiz bormi? Mana haqiqiy joyi turibdi. Yordamga muhtoj oila turibdi. Ro'za Ramazon oyida har bir savobimiz 2 hissa bo'ladi. Ko'chaga chiqsak ham 100 ming, 150 ming so'm yeb qo'yapmiz. Shu nafsimizga urib turib, shu akamizga Ro'za Ramazon oyida ihson qilaylik. Mayli biz uchun emas, o'ziz uchun emas, Alloh uchun deb, oxiratim uchun deb, jannatdagi qasrim uchun deb shu akamizga ihson qilaylik. Hozirda saxovat peshalarimiz tomonidan yig'ilgan 7 ming dollar pullari bor. Yana 20 ming dollar pul yig'sak, shu akamiz Hindistonga borib davolanib keladi. Shu farzandlari yonida qoladi. Shu nafsimizga urib turib, shu akamizga shu yordam qilaylik. Ro'za Ramazon oyida hammamizga 2 hissa savob bo'ladi, do'stlar. Qachondan beri uyqu yo'q. Qornim og'rib, uxlayolmayman. Bu dardni dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Ihson qilishga imkoningiz bo'lmasa, shu videoga bitta like bosib, kommentariyada duo qilib ketishga imkoningiz bordi. Shu ukamiz otalariga jigarni berib turgan holatda bitta like bosishga yaramasak, zeroki ihsonning mukofoti ihsondir. Mana bu kuch bu yoqda emas, mana bu yoqda bo'ladi kuch. Hech ham bu yoqda emas. Mana bir kuchimizni ko'rsatib, shu videoga bitta like bosib, kommentariya yozib ketaylik. O'z postimizga qo'ya olmasak, istoriya qilib qo'yib beraylik. Shu akamiz tuzalib ketsalar, Xudo xohlasa, sog'ayib ketgan videosini ham qo'yib, sizlarni albatta xursand qilamiz.